Erkaklar diqqatiga, tez hojatga chiqasizmi? Peshob tomchilaydimi? Pastki qorinda og'riq bormi? Erkaklik quvvati pasayganmi? Bu oddiy holat emas. Vaqtida chora ko'rilmasa, prostata muammolari jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Yechimi bor. Prostamix Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 18 xil tabiiy giyohli kuchli formula prostata muammolarini bartaraf qilishga 100% yordam beradi. Hoziroq 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling va turkiyalik mutaxassisdan bepul maslahat oling. Faqat bugun birinchi marta murojaat qilganlarga 50% chegirma bor. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kanal Turfa olam. Qo'shma Shtatlar vitse-prezidenti J.D. Vance hatto Amerika Qo'shma Shtatlari Kiyevga barcha o'q-dorilar zaxirasini bergan taqdirda ham bu Ukrainani g'alabasiga kafolat bo'la olmasligini ma'lum qilgan. O'zini yaqinda nashr etilgan kitobini bir bobida Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti 2024-yilda senator sifatida qatnashgan München konferensiyasi haqida so'z yuritadi. Konferensiya davomida Vance Ukrainaga yangi yordam paketlari ajratilishiga qarshi chiqqan va shu sababli u Ukraina parlamenti spikeri Ruslan Stefanchuk bilan munozaraga kirishgan. Vance ochiqlashicha, agar Qo'shma Shtatlar o'z zaxirasidagi barcha qurol-yarog'ni Ukrainaga bergan taqdirda ham Kiyev Moskva ustidan hech qanday g'alaba qozonmaydi va shu kunga qadar olib borilgan jang harakatlari bunga isbot bo'la oladi. J.D. Vance ochiqlashicha, agar Rossiya Ukrainani haqiqatdan ham bosib olishni istasa, u bu ishni sanoqli daqiqalar ichida yirik va yangi turdagi raketalar orqali amalga oshirardi. Bunga dunyo guvoh. Ammo Ukraina qanday qurol yoki harbiy texnika qo'llamasin, bu uni g'alabaga olib bormaydi. Shu boisdan vitse-prezident J.D. Vance'ga ko'ra, Ukraina vaqt borada mag'lubiyatni tan olgani va Putin bilan tinchlik shartnomasi imzolagani ma'qul. Aks holda Ukraina sabab butun Yevropa zaxirasidagi harbiy texnikalar Sharqiy Yevropada yo'q qilinadi. Ya'ni Kiyev Yevropa harbiy texnikasini qabristoniga aylanishi mumkin. Bu gapni esa o'z manziliga yetib borgani aniq. Eslatib o'tamiz, Rossiya Mudofaa vazirligini ma'lum qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari tarkibidagi markaz bo'linmasi 16-iyun kuni faol hujum harakatlari natijasida Donetsk Xalq Respublikasidagi Novoy Donbass qishlog'ini o'z nazorati ostiga olgan. Shimol bo'linmasi frontdagi taktik mavqeini yaxshilagan. Sharq bo'linmasi esa Ukraina qurolli kuchlari mudofaasi ichkarisiga kirib borgan. G'arb bo'linmasi yanada qulay chegara va pozitsiyalarni egallagan. Donetsk Xalq Respublikasining Krasny Liman shahrida ushbu guruh shturm bo'linmalari Ukraina qurolli kuchlarini 5 ta tayanch nuqtasini egallab, 30 dan ortiq binoda tozalash ishlarini o'tkazgan. Janub bo'linmasi old chiziqdagi mavqeini yaxshilagan. Donetsk Xalq Respublikasining Konstantinovka shahrida ushbu guruh shturm bo'linmalari Ukraina qurolli kuchlaridan 120 ta binoni tozalagan. Shaharni janubi-g'arbiy qismida Ukraina qurolli kuchlarining 28 va 100 brigadalarini qurshovda qolgan bo'linmalarni yo'q qilish amaliyoti davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir sutka ichida Konstantinovkada taxminan 100 nafar ukrainalik harbiy yo'q qilingan. RIA agentligining Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib bildirishicha, Ukrainani bir kunlik barcha frontlardagi yo'qotishlari 1330 nafar askar, 492 ta dron, 14 ta artilleriya tizimi, 72 ta zirhli harbiy avtomobil, 18 ta tank va 2 ta Flamingo raketasini tashkil qilgan. Ukraina Moliya vazirligining rasmiy saytida qayd qilinishicha, Rossiya 16-iyun kungi barcha frontlardagi janglarda 1 dona tank, 36 ta artilleriya tizimi va 1230 nafar askar yo'qotgan. Endi hafta ko'zgusi agentligini Ukrainada urushdan qochganlar bo'yicha e'lon qilgan yangi statistikasiga yuzlanamiz. Hafta ko'zgusiga ko'ra 2025-yil oxiri holatiga ko'ra jinoiy qidiruvda, aniqrog'i quroli bilan pozitsiyalarni tashlab ketganlar soni 161.500 nafar kishini tashkil qiladi. Umuman olganda esa taxminan 480.000 kishi Ukraina armiyasidan qochib ketgan. Hafta ko'zgusini qo'shimcha qilishicha, bu raqamlar qatoriga
Rossiya harbiylari tomonidan yo'q qilingan ukrainalik jangchilar ham kiritilgan bo'lishi mumkin. Chunki bedarak yo'qolganlar soni ko'pligi sababli ayrim hollarda ularni dezertir sifatida qayd etishadi. Endi Hormuz bo'g'ozi nazoratiga oid yangi axborotga to'xtalamiz. E'tiborli bo'ling. CNN agentligining bildirishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan kelishuv imzolangandan keyin ham Eron Hormuz bo'g'oziga o'z ta'sirini saqlab qoladi. Tahlilchilarning baholashicha, Eron nisbatan kam sonli raketa va dronlar yordamida ham jahon neft tashuvining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan Hormuz bo'g'ozini to'sib qo'yish imkoniyatiga ega ekanini namoyish qildi. Mutaxassislarning fikricha, bu mojaro yakunlangan taqdirda ham Tehronni Hormuz bo'g'ozi orqali o'tuvchi dengiz qatnoviga ta'sir ko'rsatish salohiyati saqlanib qoladi degan gapdir. Eslatib o'tamiz, Shveysariya Tashqi ishlar vazirligi 19-iyun kungi Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi kelishuv imzolash hududini e'lon qildi. Unga ko'ra, tomonlarning tarixiy uchrashuvi Shveysariyaning Lutsern ko'li sohilida joylashgan Birgenstock dam olish maskanida bo'lib o'tadi va shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Eron delegatsiyasi atom va sanksiyalar bo'yicha muzokarani yakunlab, tarixiy kelishuvga imzo chekadi. Eshitmaganlar uchun katta eslatma. Amerika Qo'shma Shtatlari Tehron bilan imzolanadigan memorandum nusxasini yolvorishiga qaramay Isroilga bermagan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.